Assalomu alaykum, Yakub House obunachilari. Ko'pincha Toshkentskiy planda yarim plan joylarni ko'rarmaysizlar. Bir plan joy Toshkentskiy planda yaqinlar, marhamat. Ko'chalarning devorlarini o'ng'atachinta o'tiribdi. Bu yerda yana ko'chadan darvoza bor, kirib kelaverish. Bu yerda mashin qo'yadigan hudud yaqinlar. Fasadlari polni ishlangan, shipirlari bo'lgan. Kattaligini qaranglar. Bon tarafda tapchallarni qo'yib bersangizlar ham bo'ladi. Pajarni xoti bor. Yana bir plyusini aytib o'taman, yaqinlar buni eldi bu ko'chaga qarab bo'lsa, orqasi yana bir ko'chaga qarab turibdi. Yaqinlar Sputnikdamiz. Bismillah. Kiraverishimizda shuningdek katta bir dolon bizani kutib oladi. Mo'shnati bir remont etibdilar, lekin avtomatlar qo'yilgan, patologlarni ko'rishingiz mumkin. Oq bo'lib turibdi. Oq bo'lib turganning sababi bu o'zlaringizga plus. Yaqinlar buni xohlasangizlar, aboy qilsangiz bo'ladi. Xohlasangizlar atachento, xohlasangizlar minimalizm stilida remont qilsangizlar bo'ladi. Uyimiz 90% bitib turibdi. Birinchi chetdan ko'rib ketamiz. Mana bu уже eshikdan ko'rib turibsizlar. Bu yerimiz zal. Zalning kattaligini qaranglar yaqinlar. Zo'r. Bu tarafimiz kuxnya. Oshxonamiz. Yaqinlar planirovkani kim chizib bergan bo'lsam, aql bilan chizib berdi. Ya'ni qaranglar, girdingizda chap tarafda oshxona, o'ng tarafda zal, bir divonlarni qo'yib turib, mehmonni shu yerdan уже kuzatib bersangizlar bo'ladi, kutib olib. Bu tarafimiz уже o'zlaringizga yashash hududi bo'ladi. Bu yerimizda yana bir shuningdek bir hol bor, shuningdek dolan. Bu yerimiz yuvinishxonasi yaqinlar. Katellar qo'yilgan, yo'rtug'onlaringizning kafillar bilan remont qilingan. Bu tarafimiz yana bir zal. O'zbekchilikda bilasizlar, murskoy женский zal degan narsa bor. Bu yerimizda bir spalni, buni detskiy etib ishlatsangizlar bo'ladi. Kattaligi ajoyib baribir. Bu yerimizda yana bir spalni. Boq tarafga qarang oynasi. Bu yerimizda yana bir spalni. 3 spalni, 2 zal. Dalan ham katta. Endi yangi aytib o'tirgan hududni ko'rsataman sizlarga. Yaqinlar bu bog' taraf. Bu yerga barbekü zonalarni qilib bersangiz bo'ladi. Xohlasangizlar bu yerdan eshik ochib berib garaj qilsangiz bo'ladi, chunki bu tarafi yana bir ko'chaga qaragan. Yana aytib o'tganimning, yaqinlar hovli-joy bu taraf ham ko'chaga qaragan. Azizlar, buni narxi damajoyib sroshli sotiladigan narxda qo'yib berildi. Mening joylarimizdan bilasizlar, men aytib o'tirishim shart emas. 130 ming, 120 ming, indamin sotilib ketadi. Chunki bu bir plan 450 metr kvadrat. Xonalarni ham ko'rdingizlar, hovli-joyni ko'rdingizlar, polnisi ko'chalari, fasadlari hamma ishlangan. 95 ming dollar azgina qaytib beraman deb turibdilar egalari, pastda nomerlar sroshli unga, chunki aynan siz qidirib yurgan hovli-joy inashi. Yaqinlar miningning narxda bu territoriyada, miningning kattalikda bu kvadratda hovli-joy bilasizlar, mendan ham yaxshi chiqmaydi. 95 ming dollar pastda nomerlar bemalol murojaat qilavering.